Qatdan pul topsam ekan deb o'ylab o'tiribsizmi? Aynan shu varroqlari zo'r chiqadigan somsa xamirini, birgina shu somsa xamirini tayyorlab ham daromadga chiqishingiz mumkin. Bismillah deb xamirini tayyorlab olamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xamirni qay holatda sotishni ham ko'rsatib o'tganmiz. Qorilgan xamirimizni yaxshilab mushtlab, teng 2 bo'lakka bo'lib, yana mushtlab 2 soat tindiramiz. Varroqlari ko'p, sotuvbop bo'lishi uchun margarita margarinlarini 2 xilidan foydalanasizlar. Slayonli testo hamda universal deganini eritib, iliqligida xamirimizga surtib, ikkinchi xamirimizni yopamiz. Buni ustiga ham margarita margarinlarini surib, boshidan zich qilib tortmasdan o'rab, videoda ko'rsatilgan tartibda strechga solib, bemalol shu holatda sotuvni yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda 15 xildan ortiq somsa xamirlarini onlayn darsligi mavjud. Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Somsalarni tugib, qizigan duxovkada baland gradusda pishirsanglar, varroqlari zo'r ochiladi. Sizlar bilan xosiyat shams bo'ldi. Yoqqanida, daromad qilganingizda duo qilishni unutmanglar.